Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli din kardeşlerim. Bugün Zülhicce ayının, izgi ayının, bizning şayında ul Haj ayı deb atala birinci günü. Hem bu birinci 10 gün Allah Teala o'z kitabında en hayırlı günler deb atadı. Yani bu en hayırlı günlerde biz ko'proq izgilik kılarga tiyishmiz. Hem elbette en izgi günlerde biz endi eng izgi o'ringa ko'proq e'tibor etarga tiyishmiz. Shunga ko'ra bu fursat bilan qo'llanib sizni undayim bizning yangi masjidga e'tibor eting jamoat. Allohning rahmati bilan ishlarimiz bara davom eta. Bugungi kunni sizning yardamingiz bilan tuba ishlarimiz tamomlandi. Biz kelasi etapga ko'chamiz. Ulda bo'lsa masjidni tishlov ham minora ko'taruv. Shunga ko'ra ishlarimiz to'xtamasin. İzgilikda qatnashlik jamoat. Alloh taolo har birimizga mumkinchilik bersin. Bu izgi kunlarda, izgi yurtda tog'inda ko'proq izgilik qilarga bizga nasib etsin.